Butkul futbol maydonidagi ko'rma va topchilar Dilrabo deb ismini chaqirgan bu zot nemish. 2018-yillik bir futbol musobaqasida Pato ismli bir chet ellik futbolchi bir to'p kirgizibla butkul ko'rmalar oldida Dilraboga oshkor muhabbetni izhor qilgan. Ba'zi bir puldor yigitlar esl mashinani haydab berib muhabbetni izhor qilgan ishlar maz emas. Ammo Dilrabo hozirgacha to'y qilmadi. Endi bugun mushoradasini tunishtirib o'tay. Dilraboni chiroyli deb qarasangiz 6-6 raqamini, chiroyli emas deb qarasangiz 7-7 raqamini inkas rayini qoldirib qo'ying. Dilrabo 1992-yili Urumchi shahrida tug'ilgan. Jungo ichki quruqlik kino televiziya ayol artisti. Uning dadasi Xinjiang naqsh ulumuning yolg'iz kishilik naqshchisi. Dadasining ta'sirida Dilrabo kichikdan boshlab har xil san'at turidagi narsalarga qiziqib qolgan hamda pianino, usul, skripka, gitar qatorliqlarni o'rganishni tashabbuskorlik bilan talab qilgan. 2007-yili Xinjiang san'at yurti Shoyanning qarmog'idagi O'tir texnikum san'at maktabining usul o'rindash kasbini bitirgan. 2009-yili Dilrabo yana Sharq Shimol Sifan universitetining Milliy Shoyan sinfida 1 yil tayyorlikda o'qigan. Bu mezgilda u yana Jilin o'lkasining tunji navbatlik osonlik millatlar yangi naqsh musobaqasida qatnashgan hamda eng oxirida o'lka 3-darajalik mukofotiga erishgan. Keyin Dilrabo uning o'zi erishmoqchi bo'lgan turmush emasligini asosida his qilib, uning pianino asosi yaxshi bo'lg'achqa aslida markaziy muzika shoyaniga imtihon bermoqchi bo'lgan. Biroq tizim qoldirganda Jungo teatri bilan Shanxay teatriga o'quvchi qabul qilayotganligini ko'rib, tuyuqsiz o'yin qo'yishni o'rganishni qaror qilgan. 2013-yili Anarxon nomli televiziya teatrida rol olib kasbiy hayotini boshlagan. 2015-yili Gavunning roli o'tayinib yuqori olqishga erishgan hamda 7-navbatlik teatr tantanasi marosimida eng olqishga erishgan yangi artist mukofotiga erishgan. 2016-yili televiziya teatri Said Jamal qo'dg'ishlar qo'yilib, mamlakat bo'yicha birla vaqtda qo'yilgan televiziya teatrlarining ko'lish jihati chempion bo'lgan. 2017-yili teatr, kino, universal programmalar orqa-orqadan to'rga chiqib, hodisa darajalik san'atkorga aylangan. 2018-yili 3-oyda televiziya teatri Leyxu tag'idagi Said Jamal qo'yilib, Yukoning yolg'iz qo'yish miqdori bo'yicha yillik chempion bo'lgan. 4-oyda kichikda narxli komediyalik film 21 karat qo'yilib, bilet kirimi 100 milliondan oshgan. 6-oyda televiziya teatri 11 kishi qo'yilib, mamlakat bo'yicha birla vaqtda qo'yilgan televiziya teatrlari ichida ko'lish chempion bo'lgan. 2020-yili 1-oyda Zamondan xalqqa Rishta nomli televiziya teatri qo'yilib, umumiy qo'yish miqdori jihatda yillik chempion bo'lgan.